O'zbekiston fuqarolariga shoshilinch axborot. O'zgidromet agentligi O'zbekistonda 12, 13, 14 dekabr kunlari kutilayotgan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekistonda sodir bo'layotgan yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostidagi like tugmachasini bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Diqqat qiling. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo bulutli bo'ladi. Faqatgina 14 dekabrda yog'ingarchilik, yomg'ir, qor yog'adi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 0,5 daraja sovuq, faqatgina 14 dekabrda 2 daraja sovuqqa kuchayadi. Kunduz kunlari 12-14 dekabr kunlari 3-8 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 12 dekabrda yomg'ir yog'adi. 13 va 15 dekabrda yog'ingarchilik kutilmaydi. 14 dekabrda ba'zi joylarga yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Havo harorati 12 dekabrda kechasi 2-7 daraja iliq. 13 va 15 dekabrda 0,5 daraja iliq. Kunduz kunlari 12-13 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Sirdaryo va Jizzax viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 12 dekabrda kechga tomon ba'zi joylarga yomg'ir yog'adi. 13 va 14 dekabrda ham kechga tomon yomg'ir yog'ishi kutilmoqda. 15 dekabrda yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Havo harorati kechasi 12-13 dekabr kunlari 4-9 daraja iliq, kunduz kunlari esa 13-15 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Faqatgina 14 dekabr kuni ba'zi joylarga yomg'ir yog'adi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Havo harorati kechasi 12 dekabrda 4-9 daraja, 13 va 15 dekabrda kechasi 2-7 daraja, kunduz kunlari 14-19 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 12 dekabrda yog'ingarchilik kutilmaydi. 13 dekabrda esa kechasi va ertalab ba'zi joylarga yomg'ir yog'adi. 14 dekabrda ba'zi joylarga yomg'ir yog'ishi kutilmoqda. Havo harorati 12 dekabrda ba'zi joylarda 2 darajagacha sovuq, kunduz kunlari 13-18 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Vaqti bilan yog'ingarchilik, yomg'ir, qor yog'adi. 12 va 14 dekabrda ba'zi joylarga kuchli bo'ladi. Ba'zi joylarda esa tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 2 daraja sovuq, 3 daraja iliq, kunduzi 1-6 daraja iliq bo'ladi, deyiladi xabarda.